Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston, Osiyo, dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli, dolzarb, muhim futbol xabarlari bilan Zafar Imronbek kanal boshlovchisi Muhammadjon o'z ishimizni boshlaymiz. Qadrli do'stlar, yana bir bor sizlar bilan yaxshi kunlarda diydor ko'rish turganimdan bag'oyat xursandman. Kuni kecha yakshanba kuni, afsuski qadrli do'stlar, sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni taqdim eta olmadim. Biroz betob bo'lib qolganim uchun mana bugun alhamdulillah shukrlar bo'lsin hammasi yaxshi. Bugun qadrli do'stlar yana e'tiboringizga kechagi xabarlarni biroz kechikkan holda taqdim etaman, lekin xabarlar o'zgargani yo'q, hammasi o'z vaqtida. Qadrli do'stlar, albatta eshitgan bo'lsangiz kerak, shaxsan men ham eshitib biroz hayron qoldim. O'zbekiston milliy terma jamoa bosh murabbiyi Fabio Cannavaro milliy terma jamoamizni tark etadi. Milliy terma jamoamizni boshqa murabbiy boshqaradi, ya'niki Cannavaro terma jamoamizdan iste'foga chiqazildi yoki chiqazilmoqda degan xabarlar tarqaldi. Hozir rasmiy va rasman tasdiqlangan xabarni e'tiboringizga havola etaman. Qadrli do'stlar, ya'ni Fabio Cannavaro milliy terma jamoamizdan ketyapti, Fabio Cannavaro o'rniga boshqa murabbiy kelyapti degan gaplarga mutlaqo ishonmang. Hammasi g'irt yolg'onchi. Ijtimoiy tarmoqlarda auditoriya yig'ish uchun, o'zini reklama qilish uchun, e'tiborga tushish uchun chiqazayotgan ushbu xabarlarga mutlaqo tasdig'ini topmagan xabarlar. Bu xabarlarga ishonmang. Rasmiy xabar Fabio Cannavaro O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan birgalikda Saudiya Arabistoni mamlakati mezbonlik qiladigan 2027-yilga Osiyo Kubogiga terma jamoamizni olib boradi. Shunday ekan, har xil gap so'zlarga ishonib Fabio Cannavaro ketar ekan, o'rniga qaysi murabbiy keladi yoki Timur Kapadze terma jamoamizni boshqaradimi degan savollarga hech qanaqa o'rin yo'q, hech qanaqa o'zingizni boshingizni qotirib o'ylanib yurmang. Fabio Cannavaro hali terma jamoamiz bilan uzoq ishlayotgan. Shaxsan buni u rasman tasdiqladi, garchi jahon chempionatida qoniqarsiz o'yinlar bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, qadrli do'stlar, ko'ngilni va fikrni, o'y-xayolni har xil o'yinlar bilan chalg'itmaymiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan Fabio Cannavaro 2027-yilga Osiyo Kubogiga boradi. Shu rasmiy xabar, boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi xabarga ishonmang. Xo'sh, qadrli do'stlar, UEFA qaror qabul qiladi. Biz UEFAning qaroriga majburmiz bo'ysunishga, chunki ular bizdan ko'ra aqlliroq deb o'ylaymiz. Chunki UEFA milliy terma jamoamizga va umuman o'zbek futboliga javob beradigan shaxslar terma jamoamizni kelajagi haqida javob berishadi. Qadrli do'stlar, eslatib o'tamiz, Xitoy Xalq Respublikasi 21-sentyabrdan 6-oktyabrga qadar o'ziga ma'qul ko'rgan terma jamoalar ishtirokida bir katta yirik musobaqaga mezbonlik qilmoqchi. Kuzgi mavsumda ushbu musobaqaga O'zbekiston milliy terma jamoasiga ham mamnuniyat bilan taklif yuborilgan, ya'ni ushbu musobaqada ishtirok etish uchun. Ushbu musobaqada Xitoy mamlakati mezbonlik qiladigan musobaqada qadrli do'stlar, jahon chempionatida ishtirok etgan Osiyo terma jamoalari va Janubiy Afrika, Janubiy Amerika qit'asida qatnashgan terma jamoalar ham taklif etilgan. Musobaqa aytib o'tganimdek 21-sentyabrdan 6-oktyabrgacha bo'lib o'tadi. Sovrin jamg'armasi yaxshigina deb aytib o'tishmoqda. Bunda UEFA ham mamnuniyat bilan albatta javob berdiki, biz albatta ushbu musobaqada ishtirok etamiz. Ya'ni O'zbekiston terma jamoasi va ushbu musobaqa O'zbekiston terma jamoamiz uchun, nafaqat terma jamoa, Fabio Cannavaro uchun ham foyda beradi, chunki Osiyo Kubogi oldidan yaxshi mashg'ulot va tayyorgarlik sifatida Xitoydagi musobaqada terma jamoamiz ishtirok etadi. Demak, qadrli do'stlar, albatta bu musobaqalar terma jamoamizga foyda beradi. Mana jahon chempionati oldidan biz Kanada va Niderlandiya terma jamoalariga qarshi o'ynadik. Umuman oladigan bo'lsak, jahon chempionatida to mana shu jahon chempionati o'rtoqlik o'yinlarini hisobga olsak, 5 ta o'yin o'tkazgan bo'lsak, 5 ta o'yinni barchasida terma jamoamiz mag'lubiyatga uchradi va 50-o'rinda edi FIFA reytingida jahon chempionatiga bormasdan oldin. Afsuski, jahon chempionatida 5 ta o'yin o'tkazgan bo'lsak, xoh o'rtoqlik bo'lsin, xoh rasmiy o'yinlar bo'lsin, barchasida imkoniyatni boy berdi terma jamoamiz va imkoniyatlari biroz qiyinlashib qoldi va 60-o'ringa FIFA reytingida tushdik. Endi balki mana shu Xitoyda bo'ladigan musobaqada vakillarimiz yana o'z reytinglarini ko'tarib olishlari mumkin. Va qadrli do'stlar, boshqa xabarlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, keling hozir legionerlarimizga e'tibor qaratmoqchimiz. Qadrli do'stlar, bilasiz, Oston Urunov, Jaloliddin Masharipov va yana boshqa futbolchilarimiz har xil klublarda to'p surishadi. Jaloliddin Masharipov
Jahon chempionatida milliy terma jamoamizga yordam bera olmadi. O'yin amaliyotisiz qoldi. Shunga qaramasdan Eronning Istiqlol klubi Jaloliddin Masharipov bilan yana 2 yillik shartnoma imzolagan. Rasmiy tasdiqlangan ma'lumotlarga qaraganda, bu hozir ayni vaqtlarda Masharipov Istiqlol klubi mashg'ulotlarida ishtirok etmoqda. Va milliy terma jamoamiz bilan yig'inga taklif etilib, afsuski oxirgi qaydnomaga kiritilmagan Sherzod Temirov ham Iroqning Arbil klubidan keyin boshqa bir Iroq klubi Zaho klubi bilan shartnoma imzoladi. Va mana shu shartnomadan so'ng ko'pchilik har xil fikrlarni bildirdi. Nimaga aynan yana Iroq chempionatida qoldi? Bilamiz, Iroq chempionati saviya borasida Osiyoda biroz pastroq qaraladi. Boshqa jamoalardan takliflar bo'lgan edi. Bizga ma'lumotlar yetib kelganga qaraganda Qatardan takliflar bo'lgan, Eron klublaridan takliflar bo'lgan, O'zbekiston chempionatidan takliflar bo'lgan. Nimaga aynan Sherzod Temirov yana Iroq klubini tanladi degan savollar o'rtaga tashlanmoqda. Bu albatta Temirovning o'ziga bog'liq, balki agentlari Iroq klubi bilan yaxshiroq ishlagandir. Mayli, qaysi klubda o'ynashdan qat'iy nazar biz Sherzod Temirovga omadlar tilab qolamiz. Va qadrli do'stlar, yana bir mavzuga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Oston Urunov agenti Persepolis rahbariyatiga futbolchining keyingi mavsum uchun maoshini oshirish yoki uni transferga qo'yish kerakligini ma'lum qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bosh murabbiy Mehdi Tartar agar Tarabiy kabi futbolchini olib kelsak, Oston Urunovni sotilishiga qarshiligim yo'q degan Persepolis rahbariyatiga. Shu tariqa legionerimizni kelajagi bo'yicha hozir aniq javob aytilmagan, lekin menga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda keyinchalik Oston Urunov katta ehtimol bilan Eronning Persepolis klubida faoliyatini davom ettirishi mumkin. Va qadrli do'stlar, jahon chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etishga harakat qilgan Abdulla Abdullayev ham Birlashgan Arab Amirligining Dibba klubida to'p suradi. Hozir uni o'zbek klubi o'z vatanimizga va o'z safiga qo'shib olish uchun harakat qilmoqda. Bular Vodiyning klubi Farg'onaning Nepchi va Namanganning Navbahor klublari Abdulla Abdullayevni o'z safiga qo'shib olish uchun muzokaralarni boshlagan. Lekin ko'proq Abdulla Abdullayev Namanganning Navbahor klubiga o'tishi mumkinligi haqidagi xabarlar sekin-asta insiderlar tomonidan tasdiqlanib kelmoqda. Ko'ramiz, Timur Kapadze bilan Navbahor bilan birgalikda Abdulla Abdullayev yaxshi natijalar qayd etish uchun Namanganga keladimi yoki bo'lmasa xalqaro maydonda O'zbekiston sharafini himoya qiladigan Farg'onaning Nepchi klubiga o'tadimi? Barchasiga vaqt oliy hakam. Qadrli do'stlar, biroz boshqacharoq futbolga qaratmoqchiman. Urugvay terma jamoasi jahon chempionatida yaxshi natija qayd eta olmadi va bilasiz, ular guruh bosqichidayoq o'zi sust harakat qilishdi va hozirda bizga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda Diego Farlan Urugvay terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan. Endi Urugvay ham mana bunday natijalardan keyin yaxshiroq natija uchun harakat qilib, yangi o'zi aslida Urugvay terma jamoasida yaxshi nom qoldira olgan Diego Farlan endi Urugvay terma jamoasi bosh murabbiyi bo'lib saylandi. Va qadrli do'stlar, PSG yaponiyalik futbolchi bilan muzokaralarni boshladi. Bilasiz, Fransiyaning PSG klubi Yaponiya termasi va Parma jamoasi darvozaboni Zion Suzukini o'z safiga qo'shib olish uchun faol harakatlarni boshladi. Bilasiz, Yaponiya terma jamoasi ham jahon chempionatida so'nggi o'yinda Braziliyaga qarshi bahs olib borishdi va 2-1 hisobda imkoniyatni boy berdi va Parmadan PSG o'z safiga Yaponiya terma jamoa a'zosini Suzukini PSG darvozaboni sifatida ko'rishni xohlamoqda va muzokaralarni boshlagan. Va qadrli do'stlar, jahon chempionatlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, kuni kecha Argentina terma jamoasi Shveysariyaga qarshi bahs olib bordi va 3-1 hisobda g'alaba qozondi. Angliya terma jamoasi esa Norvegiya terma jamoasi bilan bahs olib bordi va bilasizmi, garchi Angliya g'alaba qozongan bo'lsa ham, lekin Norvegiya terma jamoasini juda ham hurmat qildi mana shu turnirda va ularni hech qachon yodimizdan chiqazmaymiz. Norvegiya vikinglarcha jang qilib 2-1 hisobda mag'lubiyatga uchrashdi, lekin Norvegiya o'zi uchun yaxshi nom qoldira oldi. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Ofarin Norvegiya. Va afsuski mag'lubiyatga uchrashdi. Endi finalda Fransiya, Ispaniya, Angliya, Argentina terma jamoalari bahs olib boradi. Qadrli do'stlar, mana shu o'yinlar ham barchani birdek qiziqtirmoqda. Xo'sh, finalda qaysi jamoa finalga chiqadi? Sizningcha albatta fikrlaringizni yozib qoldiring. Ya'niki Fransiya, Ispaniya 2 Yevropa vakili va Angliya, Argentina terma jamoalari o'yini bo'lib o'tadi. Finalda qaysi jamoalarni ko'rishimiz mumkin? Men katta ehtimol bilan, qadrli do'stlar, finalda ko'rishim mumkinki, qadrli do'stlar, Ispaniya va Angliya terma jamoalarini finalda ko'rishim mumkin deb albatta o'zimni
shaxsiy futbol tahlilchisi sifatida ko'rmoqdaman. Ya'niki Ispaniya va Angliya terma jamoalari finalda o'ynashlari mumkin. Yana ko'ramiz. Albatta har kim o'zini dunyo qarashiga qarab fikr mulohazalarini chiqazadi. Va qadrli do'stlar, eslatib o'tamiz, final uchrashuvini kim boshqaradi degan savol barchani qiziqtirmoqda. Ko'pchilik o'yladi, o'zbekistonlik Ilgiz Tantashevga javob berib yuborilmadi. Demak, Ilgiz Tantashev o'yinni boshqaradi deb aytib o'tishdi. Yo'q, afsuski, finalni Fransiya-Ispaniya o'yinini salvadorlik hakam boshqaradi. Ya'niki Jahon chempionati finali bosh hakam Ivan Barton salvadorlik hakam Fransiya-Ispaniya o'yinini boshqaradi va keyingi o'yin bu Argentina Angliya terma jamoalari o'rtasidagi o'yinga hali hakam tayinlanmagan. Demak, qadrli do'stlar, juda ham qiziqarli finallar davom etmoqda. Dunyo futbollari barchamizni e'tiborimizni o'ziga qaratmoqda. Ko'ramiz, voqealar rivoji qanday bo'ladi. Va yana mana bu xabar bilan mavzuga yakun yasamoqchiman. FIFA rahbari Gianni Infantino Jahon chempionati 2030 da mana shuni eshitib ochig'i hayron qoldim. Hozirda Jahon chempionatida ishtirok etadigan terma jamoalar soni 48 ta bo'lsa, Infantino tomonidan 2030-yilgi Jahon chempionatida 64 ta jamoa qatnashish tarafdori ekanligini Infantino aytmoqda. Ochig'i bu, ochiqchasiga aytishim mumkin, bu umuman bema'nilik, umuman kutilmagan qaror. Agar 64 ta terma jamoa Jahon chempionatida ishtirok etsa, keling, bu Jahon chempionatini o'tkazishdan foyda yo'q. Bu shunchaki Infantinoning gaplari, oldin Infantinoni hurmat qilardim, lekin qadrli do'stlar, 64 ta jamoa bu o'ta ahmoqlik deb o'ylayman. Nima uchun? Bu degani Jahon chempionatini o'tkazish shart emas. Har bitta terma jamoa Jahon chempionatida ishtirok etsa, menga qolsa yana o'sha 32 ta terma jamoani qaytarilgani ma'qul edi. Lekin mana bu jamoalar o'rtasida 48 ta terma jamoani ishtiroki yaxshi edi. Afsuski, yana 60 taga ko'tarish mumkinligini Infantino e'lon qildi. Ko'ramiz. Xo'sh, futbol mutaxassislari, sizningcha nima deb o'ylaysiz? Jahon chempionatida 64 ta terma jamoa qatnashgani yaxshimi yoki 48 tami yoki o'zini eski formati 32 taga tushirgani yaxshiroqmi? Albatta fikrlaringizni izohlarga yozib qoldiring. Qadrli do'stlar, hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat va eslatib o'taman, Fabio Cannavaro O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan Jahon chempionatidan so'ng Osiyo kubogiga olib boradi terma jamoamizni. Shuni esdan chiqazmaylik. Eslatib o'tamiz, Osiyo kubogida bizni Bahrayn, Shimoliy Koreya va Iordaniya terma jamoalari kutib turibdi. Ya'ni B guruhida vakillarimiz o'yin olib borishadi. Eng qiziqarli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'ying, qadrli do'stlar. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishguncha salomat bo'ling.